Почти bir 90% tayyor bo'ldi. Prosta mana bir karburatorlarni lugirovka qilib, boshqa kommutator qo'yib, bir ko'ramiz. Hali apketkaga gitta nestabilni ishlayapti. Pоворotnilari, ana ular faralarni yoniga qilib qo'ydik. Olli krilo mana bu ish pakrishgan profili gitta kattaroqda, enliroq. Hali olli krilo ham kraskalangan turibdi. Gitta pakrishga tegyapti. Yo bo'lmasa kriloni kesib kichikroq qilish kerak, yo bitta Minsk pakrishga qo'yish kerak. Profili o'skiroq, buni ham hal qilamiz. Motorni managa bunaki zanjir kirishgachasini qo'yib kerak. Shu kraska bo'lgan yangi zanjir. Ana qilib endi videolari bor, bu o'zi bitgan holini bir videoga ana qilib o'ray dedim-da. Puli 7,5 million. Irimiga bir 100 ming o'tib beramiz. Bo'ldi. Yava sotilib ketdi narxi. 200 lik motor, videolari bor, zapchaslari hammasi yangi qo'yilgan. Yangi gulchitirlar qo'ydik. Shu manzil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar. Skuterlar bor, bunaqa mana Minsklarni tayyorlayapman. Ha, bu sotilsa, nasib bo'lsa, haylo Vasxotni tayyorlayapmiz. Vasxotga qo'yamizda, keyin Xitoy motor bag'ini haylo kuzovini kraskaga olib qoldim, kraskalab, qirib, kuydirib qilaveramiz. Bu Minsklar tayyor bo'ladi nasib bo'lsa. Shu do'stlar.